Aka, bu vagonlarda nima bor? Qazax ko'miri bor aka. Ha, ko'mir bormi? Любой narsadan soqqa qilib yuboradiganlar. Sotganim axir? Menga qara, sen nima qilyapsan? Ha, ko'mir sezonda bosyapmiz, nima qilardik? Ana haligi tushirgan vagoning. Ha, maydala sotyapmiz endi. Sen bilasan nima qilishdi. Ha, qani ishni bilaman-da. Jiyanlaringiz ham ezvordi. Qor urib. Ish ko'pligidan olib borganiga vaqt bo'lmayapti. Aka, soqqasini bersangiz, o'zim olib kelib beraman qorni. Iloji bormi? Qani ishni? Qorni toza joylarini olinglar, loy aralashtirmasdan. Menga qara, nima qilyapsan bitta? Ha, qo'qonga qor yog'may qo'ydi-yu, o'shaning uchun fura-furada qor toshyapman qo'qonga. Zakazlarim ko'p, xalaqit qilmagin. Yo bo'lsa bor, soqqasini beraman. Qarash borgin, bor. Akajon, metan ishlayaptimi? Ishlagan yo'q. Aka, bilaman, ishlayapti-yu. Shu mashinachamiz bor, shunda besotib qo'yib yuboraylik, xizmatini beraman. Nechta o'zi? 15 dona. Yo'q. Aka, hop, kechqurun kelamiz, akajon, kechqurun. Aka, budam sizdanmi? Ha, mendan. Nech pulda kvadratini? Kvadrat 500 dan. Ya, aka, 300 dan beraman, 60 dan nega? Ma'nasan sotib olma. Aralashmay tur. 300 dan aka. Bo'ldi, bosinglar. Bo'ldi, o'ziga o'tdi. Qara, domni kvadratini $300 dan sotib oldi. Endi $600 dan sotib $300 dan foyda qilasan ekanda. Qara, kallang ishlamaydi-da. Buni uy qilib sotmaysan. Buni gastnitsa qilib qo'yamiz. Tomib turadi yillar davomida. Pastga tushib, mashinaga o'tirib turavergan. Ha, bo'pti. Hozir boraman. Menga qara, internetdagi pingvinmi? Ha, bosh aylanib O'zbekistonga kelib qopti. Hozir Qo'qonga olib borib, hammaga bittadan reklama qildirtiramiz, soqqasini olamiz. Sen pingvin tilini bilmasdingmi? Soqqasini bersa, luboy tilda o'rganamiz.